Salom o'quvchilarim, bugun biz sizlar bilan harakatga doir masalalarni qanday yechish kerakligini bilib oldik. Harakatga doir masalalarda asosiy 3 ta formulaga tayanib ish ko'ramiz. Ya'ni bizda tezlik, vaqt va masofa tushunchalari muhim tushunchalar sanaladi. Tushunarlimi o'quvchilar? Siz albatta o'zbek tilida ular bilan tanishib chiqdingiz. Endi sizlar bilan ingliz tilida ularning qanday nomlanishini avval bilib olamiz va keyin masalalarga o'tamiz. Avvalambor birinchi biz o'rganishimiz kerak bo'lgan narsa bu S, ya'ni masofa. Masofani biz S harfi bilan belgiladik, to'g'rimi? Masalan, siz bir shahardan ikkinchi shaharga borayotgan bo'lsangiz, o'shalarning orasidagi yo'l bu masofa sanaladi. Va masofa S harfi bilan butun dunyoda o'sha fizik qonunlarda ham asosan bu formulalar fizikada ishlatiladi, fizika fanida. S bu ingliz tilidan olingan so'zning birinchi harfi ishlatiladi. S masofa. Endi masofa uchun sizlarga ingliz tilida qanday nomlanishini yozib beraman. Masofa bu space. Space so'zini S harfidan olingan, o'shaning uchun S harfidan berilgan masofa yoki ko'pincha distance deyiladi. Bularning ikkalasi ham masofa o'quvchilar. Tushunarlimi? Space va distance bular masofa ikkalasi ham. Biz masofani belgilaydigan S harfimiz space so'zining S harfidan olingan. Keyin ishlatadiganimiz bu tezlik. Tezlik ingliz tilidagi velocity so'zining V harfi bilan belgilanadi va asosan tezlik odatda speed deb ham nomlanadi. Yozib beraman. Velocity yoki speed. Ko'pincha speed ishlatiladi va o'z aslida velocity so'zining V harfidan olingan. Bu tezlik. Tushunarlimi? Demak, tezlik velocity so'zining V harfidan olingan, asosan adabiyotlarda esa speed deb ishlatiladi. Va eng oxirgisi T, bu vaqt. Vaqt atamasini o'tgan darslarda sizlarga o'rgatgan edim. Vaqt bu ingliz tilida time deyiladi va o'sha time so'zining T harfidan olingan hisoblanadi. Demak, bizdagi time bu vaqt. Tushunarlimi o'quvchilar? Boshladik. Demak, space yoki distance bu masofa, velocity yoki speed bu tezlik, time vaqt. Tushunarlimi? Endi biz sizlar bilan har xil usullarda masofani, tezlikni va vaqtni topishni o'rgandik. Masofani topish uchun tezlikni vaqtga ko'paytirishimiz lozim. Tezlikni topish uchun masofani vaqtga bo'lishimiz kerak va vaqtni topish uchun masofani tezlikka bo'lishimiz kerak. Biz asosan ushbu formuladan foydalanamiz o'quvchilar va albatta siz ushbu formulani yodlab olishingiz shart. Endi ingliz tilida masalalarga qaytamiz. Birinchi masalamizni o'qiymiz. Yesterday I walked at 12 km in the park at a speed of 4 km per hour. Endi aytyapti, yesterday bu kecha. Tushunarlimi o'quvchilar? Yesterday kecha. Yesterday kecha. Kecha men yurdim yoki sayr qildim. Walk yurmoq yoki sayr qilmoq 12 kilometr masofani deyapti. In the park. Park bu park, o'zimiz bilgan parkda. At and speed. E'tibor qiling, speed. Speed bu nima edi bizda? Speed tezlik. Qanday tezlikda deyapti? 4 kilometr soatiga. 4 kilometr per hour. Soatiga 4 kilometr. Hour bu soat. O'shani ham yozib qo'yaman, esingizdan chiqmasin. O'sha H harfi turgan bo'lsa, bu soatni bildiradi. Kecha men parkda yoki bog'da sayr qildim 12 kilometr masofaga 4 kilometr soat tezlik bilan.
For how long did I walk in the park? Man qancha payt parkda bo'ldim deb so'rayapti. Men qancha payt parkda bo'ldim desa, demak bizga vaqtni so'rayapti. Endi biz ushbularni belgilab olishimiz kerak. E'tibor qilamiz. 12 kilometr bor va 4 kilometr soat bor. 12 kilometr masofa yurdim desa, demak bizda masofa nima? Space yoki distance, to'g'rimi? Demak masofani qaysi harf bilan belgilar edik? S harfi bilan belgilar edik, o'quvchilar. Yozaman. S teng 12 kilometr. Va aytyapti. Park at an speed of 4 km per hour. Tezlik bilan, ya'ni 4 km soat tezlik bilan deyapti. Tezlikni biz velocity-dagi V harfi bilan belgilar edik. Bu 4 km soat. Va bizdan qancha payt bo'ldim desa, demak qancha payt bu bizdan T ni so'rayapti. Tushunarlimi o'quvchilar? T so'roq. T'ni topish uchun nima qilardik? Vaqtni topish uchun masofani nimaga bo'lamiz? Tezlikka bo'lamiz. T teng masofani tezlikka bo'lamiz, ya'ni 12 ni bo'lamiz 4 ga. Va bizda nima chiqadi? 3 hour, ya'ni 3 soat. Tushunarlimi o'quvchilar? Bizga masofani va tezlikni berdi va bizdan vaqtni so'radi. Biz vaqtni topish uchun masofani tezlikka bo'ldik, ya'ni 12 ni 4 ga bo'ldik va bizda 3 soat chiqdi, ya'ni 3 hour. Tushunarlimi o'quvchilar? Tushunarli bo'lgan bo'lsa, ikkinchi masalaga o'tamiz. The distance between London and Paris is 5000 kilometers. Distance bu masofa edi. Between o'rtasida degani. London va Parij o'rtasidagi masofa 5000 kilometrga teng. Tushunarlimi? Endi deyapti, it will take a TGV train 5 hours to travel between the two cities. Xo'p, TGV train, bu trainning nomi. Train degani poyezd o'quvchilar. Yozaman, train bu poyezd. Xo'p, nima deyapti? Poyezdda, yana TGV poyezdning nomi aytyapti. Mana shu poyezdda ikki shahar orasidagi masofani bosib o'tish uchun 5 soat vaqt ketadi. How fast is this train? How fast degani qanaqa tez, ya'ni tezligi qanaqa deb so'rayapti. How fast desa, bizdan nima so'rayotgan bo'ladi? Tezlikni, ya'ni V ni so'rayotgan bo'ladi bizdan. Tushunarlimi? How fast? Qanaqa tezlikda deb so'rayapti bizdan. Demak, bizga nimalar berilgan? 5000 kilometr, ya'ni distance berildi. Distance bizda S harfi bilan belgilanadi, ya'ni masofa. Yozaman. S teng 5000 kilometr. Va necha soat vaqt ketadi deyildi bizga? 5 hours. Bizda vaqt T harfi bilan belgilaymiz. Va V ni so'radi bizdan. O'quvchilar, V ni topish uchun nima qilamiz? Masofani vaqtga bo'lamiz. Tushunarlimi? V ni topishimiz uchun masofani vaqtga bo'lamiz, ya'ni 5000 ni bo'lamiz 5 ga. Shunda bizda hosil bo'ladi 5000 ni 5 ni 5 ga bo'lsak 1 va oxirida 3 ta 0 ni qo'yamiz. 5000 kilometr soat. 5000 ni 5 ga bo'lganimizda 1000 kilometr soat. Tushunarlimi? Demak, bizga ikki shahar orasidagi masofani berdi. Qaysi shaharlar? London va Parij orasidagi masofa 5000 kilometrga tengligini aytdi va poyezd ushbu masofani 5 soatda bosib o'tishini aytib o'tildi va poyezdning tezligi qanchaligi bizdan so'raldi. Biz S ni, ya'ni masofani 5000 kilometr deb oldik. S equal 5000 kilometers. T equal 5 hour. Va biz nimani topishimiz kerak? V ni topishimiz kerak, ya'ni velocity yoki speed, tezlikni topishimiz kerak.
Tezlikni topishimiz uchun masofani vaqtga bo'lamiz, ya'ni 5000 ni 5 ga bo'lamiz va bizning tezligimiz 1000 kilometr soatiga chiqdi. Ya'ni qanday aytamiz buni? 1000 kilometr per hour. 1000 kilometr per hour. Bu nima degani? Soatiga 1000 kilometr masofa bosib o'tadi ushbu poyezd degani. Demak, ushbu poyezd 1 soatda 1000 kilometr masofani bosib o'ta oladi. O'quvchilar, menimcha mavzu tushunarli bo'ldi. Siz albatta ushbu lug'atlarni yodlab oling, ya'ni space va distance masofa, velocity va speed bu tezlik, time bu vaqt. Va biz masalalarda o'rganganimiz yesterday bu kecha, hour soat va train poyezd. Ushbu lug'atlarni o'z vaqtida yodlang va uyga vazifasini ham o'z vaqtida qilishni unutmang. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.